Qon suyultiruvchi dori ichayotganlarni 90% aynan shu xatoni qiladi. Qon suyultiruvchi dorilar odatda odamni hayotini saqlab qolishi mumkin, lekin ular noto'g'ri ishlatilganda kuchli qon ketishlar tufayli o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Qon suyultiruvchi dorilar bilan birgalikda og'riq qoldiruvchi diklofenak, ibuprofen, naproxen kabi dorilarni ishlatish. Ular birgalikda ishlatilganda qon ketish xavfini juda ham ko'tarib yuboradi. Qon suyultiruvchi dorilar ichayotganda yangi dori, yangi vitamin ichishni boshlasangiz, albatta shifokor bilan maslahatlashish kerak. Chunki ular bir-biriga ta'sir qilib, qon ketish xavfini ko'tarishi mumkin. Olinayotgan muolaja raspisaniyaga e'tibor beramiz. Agar biron doza esingizdan chiqsa, keyingisini 2 marta qilish kerak emas. Bu qon ketish xavfini ko'tarib yuboradi. Yiqilish, jarohatlanish, travma xavfi bo'lgan ishlarni ehtiyotkorlik bilan bajaramiz. Siz ozgina qon ketishi tufayli, ozgina jarohat tufayli ko'p qon yo'qotishingiz mumkin. Agarda boshingizni biron joyga urib olsangiz, jarohatlansangiz, albatta shifokorga murojaat qiling. Chunki ichki qon ketishlar, miyada qon ketishlar har doim ham birdan namoyon bo'lmaydi. Siz yoki yaqinlaringiz qaysi qon suyultiruvchi dorilarni ichgan? Ularni kommentariyada yozib qoldiring va bu videoni do'stlaringizga jo'nating.